Turli xil abiotik omillar, stresslar ta'sirida o'simliklarimizni gullashi, yaxshi sifatli hosil olish, gullar sonining kamayishi, olingan hosillarning to'kilishi sizda muammomi? Bu muammoni chiroyli yechimi bor. Ya'ni buning uchun nima qilish kerak? O'simliklarni aminotit atom P orqali muntazam ravishda har bir rivojlanish fazasida ishlatish tavsiya etiladi. Atom P o'simliklarni gullar soni va ularning rivojlanishini bir xil tempda borishini olib boradi. Turli xil kimyoviy stresslardan o'simlikda normal holatga o'tishi va generativ shakllanish va ularni me'yoriy jarayonda borishini ta'minlaydi, hosildorlikni oshiradi, hosil sifatida katta o'rin tutadi va shu bilan birgalikda o'simliklarimizning barchasining immun tizimida ham murakkab ahamiyatga ega. Ya'ni immun tizimini eng mukammal darajada himoya qilib, immun tizimini har qanday vaziyatga chidamliligini oshirib beradi. Atom P'ning asosiy vazifalaridan biri hosil elementlarining bir xil shakllanishi, ularning rivojlanishi va yetilishida juda katta imkoniyatlarga ega va aynan shu jarayonlar uchun Atom P javob beradi.